Ko'k somsani sog'inganlar bormi? Qavatlari qat-qat bo'lib chiqadigan, xamirlari og'izda eriydigan kumur-kumur ko'k somsalar tayyorlaymiz. Xamiri uchun suv, tuz, tuxumni solib, unni solib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qorib olamiz. Xamirimizni tindiramiz. Tingan xamirimizni yupqa qilib yoyib, yarmiga erigan saryog'ni bir tekis qilib surib, xamirni ikkiga buklaymiz. Ikkinchi tarafiga ham saryog'ni surib, yana ikkiga buklaymiz. Videoda ko'rsatilgandagi ketma-ketlikda konvert shaklida taxlab olamiz. Xolodilnikka 2 soatga yuboramiz. Nachinka tayyorlaymiz. Ismaloq, mador, yalpiz, piyoz, kartoshka, go'sht, tuz, ziralarni solib aralashtiramiz. Xamirimizni yupqa qilib yoyib olamiz. 20 ta bo'lakga bo'lib, nachinka solib, to'rtburchak shaklda tugib, pergament solingan listimizga taxlab, tuxum sarig'ini suramiz. Pichoqda xuddi shunaqa iz tushirib, pishirishga yuboramiz. Vitaminlarga boy bo'lgan kumur-kumur ko'k somsalarimiz tayyor. Bu somsadan iftorlik dasturxoningizga albatta tayyorlab ko'ring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta o'zingizga saqlab oling.